Avtopatruldagi 25 yillik tajribamdan kelib chiqqan holatda haydovchilarga 4 ta life hack. Agar farangiz sarg'aygan bo'lsa, buning davosi soda va limon. Limonning ustiga 1 choy qoshiq sodani solamiz. Ustiga soda to'kilgan limon bilan yaxshilab aralashtiramiz. Oyna parlanmasligi va suv yuqmasligi uchun kartoshka ishlating. Buning uchun kartoshkani ikkiga bo'lib olamiz. Kartoshkaning yarmi bilan oynaning mana shu joyi yaxshilab ishqalanadi. Suv sepganimizda aynan shu joyiga suv yuqmaydi. Bamperdagi mana bunday dog'larni esa oddiy tish pastasi yordamida ketkazish mumkin. Vola! Tarpetka va paroklarni qoraytirish uchun vazelin yoki glitserin yaxshi yordam beradi. Vazelinni ko'p emas, mana shuncha miqdorda olasizlar. Tarpetkaga yaxshilab surib chiqamiz. Ustini yaxshilab tozalatib artib chiqamiz. Chinnidek bo'ldi. Agar maslahatlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, bu videoni maksimal darajada tarqatib yuboring. Avtopatrul Plus'ga obuna bo'lsangiz, har kuni qiziqarli maslahatlarni tinglab borasiz.